Internetda Kim Chen In islom dinini qabul qildi degan xabarlar tarqaldi. Lekin bu haqiqatmi? Keling bu haqida batafsil tahlil qilamiz. Birinchi navbatda Shimoliy Koreya dunyodagi eng yopiq va ateistik davlatlardan biri hisoblanadi. Rasmiy ideologiya Chuchxe bu aslida nima? Chuchxe bu Kim Chen Inning bobosi Kim Ir Sen tomonidan targ'ib qilingan mafkura bo'lib, inson o'z taqdirining egasi, ya'ni o'z kuchiga ishonishi degan g'oyaga tayanadi. Bu mamlakatda din emas, balki kimlar sulolasiga sig'inish targ'ib qilinadi. Masjidlar, cherkovlar yoki boshqa diniy maskanlar amalda mavjud emas. Kim Chen Inning shaxsiy hayoti ham diniy qarashlardan butkulroq. Uning chiqishlari, tadbirlari va davlat bayramlarida dinga oid hech qanday ramzlar yoki so'zlar uchramaydi. Uning oilasi ham shunga o'xshash. Bobosi Kim Ir Sen va otasi Kim Chen Ir ham dinsizlikni targ'ib qilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan videolarga to'xtaladigan bo'lsak, TikTok, YouTube Shorts yoki Telegram kanallarda Kim Chen In musulmon bo'ldi degan videolar tarqaldi. Aslida bu videolarning aksariyati montaj qilingan yoki kontekstdan uzib olingan. Biror ishonchli axborot manbasi, masalan BBC, Al Jazeera, Reuters bu haqda rasmiy xabar bermagan. Rasmiy va xalqaro manbalarning fikri quyidagicha. Human Rights Watch va Amnesty International ma'lumotlariga ko'ra, Shimoliy Koreyadagi dinni ochiqcha amal qilish taqiqlangan. Kim Chen In islom dinini qabul qilgani to'g'risida na Birlashgan Millatlar Tashkiloti, na islom dunyosi tashkilotlarida biror hujjat mavjud emas. Ushbu ma'lumotlardan xulosa qiladigan bo'lsak, Kim Chen Inning islomni qabul qilgani haqidagi gaplar bu fake xabarlar, clickbait content va asossiz taxminlardir.